Boshqa joylarda davolanganmiz, endi buni yarmicha bo'lgan bo'lsa kerak. Birinchi kuni rosa unaqa qildi, og'ritdi. Endi Xudoga shukr o'rganib oldim. Assalomu alaykum opa, yaxshi bo'lyapsizmi? Xudoga shukr, rahmat, Xudoga shukr. Zo'r, Xudoga shukr. Qiynalmayapsiz? Olyapmiz, Xudoga shukr, yaxshi. Opamiz Toshloq tumanida kelgan bemorimiz. Kelganda shikoyatlaringiz o'zini o'zi bilib muloqot qilinchi, kelganimda umuman 0 darajada edim. Belim og'riydi, oyog'im tortayotdi, bitta o'ng oyog'im. Tortayotdi, endi keldim, apparatlarga tushirdilar, tekshirdilar. Endi eng yomonini aytsam, uyimga ruxsat bermay olib qoldilar. Qoldim, davolanishni boshladim. Xudoga shukr, juda ham zo'r ekan. Birinchi kuni endi ukollarni oldim, parafillarga tushdim. Masajlari juda ham zo'r. Masajlarni oldim. Orqamga tok qo'yishdi. Qanaqadir otini bilmayman, ishqilib o'sha toklarni oldim. Banka qo'yishdi. Bankalari ham juda ham zo'r ekan. Zirqiratib, zo'r qilib tuzatyapti endi, Xudoga shukr. Doktorimiz o'zlari igna qo'ydilar boshimga. Ignalari ham birinchi kuni rosa unaqa qildi, og'ritdi. Endi Xudoga shukr o'rganib oldim. Toklar qo'yyaptilar. Xudoga shukr zo'r. Lecheniyalari juda ham zo'r. A'lo darajada. Boshqa joylarda davolanganmiz, endi buni yarmicha bo'lgan bo'lsa kerak. Hozir zo'r, Xudoga shukr. Men 5 kun bo'ldi, juda ham zo'rman. O'rganishni yaxshi tomonga bo'lsa, endi asosiy opamiz kelib, tekshiruvlar o'tgandan keyingi holatda qo'ygan diagnozlarimiz asosiy bel umurtqalarimizni 4-chi, 5-chi bel umurtqasi 7-8 mm giricha paydo bo'lgan. Endi u giricha bo'lsa kechagi narsa emas, yillar davomidagi og'ir mehnatlar, nagruska ishlarning hisobiga bo'lgan jarayon. Shu belimizdagi qisilish hisobiga, disturlatsiya hisobiga shu yerdagi qon aylanishimiz oyoqlarimizga ichki a'zolarga borishi kech qolingan hisobiga beldagi og'riq, oyoqqa berilishi, oldin yurganda harakatlar cheklanish, uyushish, tortishish bilan kelganmiz. Uyushish nihoyatda yomon. Kundan beri nechalarni olib boryapmiz. Endi hozirgi holatda ishlarimiz ancha oldin yurishdi. 4 kun ichida shu holat. Endi bundan bu yog'iga eng muhimi necham? Haliga bu deyani 10 kun ishlarni oldim, bo'ldiga sanab qolib bo'lgan narsani o'ylash noto'g'ri. To'g'ri. O'zgarish bo'ladi agar davolashni to'liq olib borsak, rejimdan qilgan holatda. Xudo xolasa. Ama 7-8 geleceğimiz hani aslında operasyonda harekete yaklaşıp diyemem. Aslında ama biz de vesizimiz var, hareketimiz çekilen ama şunu hesabıya ettiği halatga tek koysa yemiriliş basışı oluşan bir ihtimali var olan. Ama kasarı şuna kadar gider. Yani halatlar kendimiz davolashni boshladik. Bundan bu yo'li holatda eng muhimi rejimni qilsak, tartibga olib borsak vaqtida nechanaman. Muammo yaramaydi. Xudo xolasa, bag'ga aytganingizni qilib boraman, endi shunchalik cheni oldim. Kamchiliklarimiz. Yo'q, kamchilik desam to'g'ri kelmaydi. Nonushtamiz ham, obedimiz ham hamma yo'q olib kirib beriladi. To'g'risi olib chiqib ham ketishyapti idishlarimizni. Yotibmiz, faqat yotish, yeb yotish, davolanish shu, Xudoga shukr. Rahmat sizga ham. Qarashaylik, birinchi o'rinda o'zini yaxshi ko'rishaylik. Eng muhimi sog'lig'ingiz. Katta bo'lsa hamki, davolash tartibini vaqt olib borsangiz, rahmat sizga ham sog' bo'ling. Kimga qaram bo'lishdan qilamiz. Xudo xolasa. Kamchilik bo'lmayapti hech qanday? Yo'q, umuman kamchilik yo'q. 0 ga teng. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.